Biz to'yga ketyapmiz. Yo'lda ketayotganimizda juda ham ko'p echki qo'ylarni ko'rib qoldik. Keyin esa nech pulligini bilish uchun cho'pon oldiga bordik. To'yinaga echkini sovg'a qilish bu juda zo'r fikr. Bolalar biz rostdan ham echkini sotib oldik. Hali ham ishonmayapman. Bugun dahshatli to'y bo'ladi. Qani ketdik. Xo'sh, yaxshi xabarlar bor. Biz kirishimiz mumkin. Gap shundaki, o'zbek tilida to'y so'zi bu tantana. Lekin bu har doim ham nikoh to'y emas. Aniqrog'i, bu yerda nikoh to'y emas. Bolakay katta bo'lib qolganda va uning bulbulni uchida kesiladigan narsasi bo'ladi. Kesish jarayoni esa sen chuchul hassa haqida gapiryapsanmi? Ha, chuchul hassa. Biz shunday to'yga boradigan bo'ldik. Endi kimga bu echkini topshirish kerak? Yigit